yashab turgan uylarining tom qismi buzilgandan keyin ichkarida ko'chish boshlanibdi. Esingizda bo'lsa, kuni kecha mana shu xonadonni syomkasini qo'ydim. Xonani ko'rsatgan bo'lsam, mana shu holatda qolib ketilgan. Bu xona oshxona bo'lar ekan, inshaalloh. Oshxonani patolog qismiga plastikdan yordam kerak va elektrik modalarimiz bo'lsa kelib mana shuni montaj qilib berish kerak. Birinchi bo'lib, bu yoq tualet, hammom bo'lyapti. Shunga iltimos qilardim, elektrik insonlarimiz bo'lsa montaj uchun yordam berishlarini, rezetga ключатlar olib berishimiz kerak, korobkalar va avtomat olishimiz kerak. Mana bu xonani hozir kuyovlari kelib shpakovka qilib berayotgan ekanlar. Loyin suvog'i, mana bu loyin suvog'i ustidan shpakovka tortib berayotgan ekanlar, tepasini deb hisobladim. Endi kuyovlari qo'ldan kelgancha yordam berayotgan ekan, o'zlari qo'ldan kelar ekan. Endi baribir ozgina mablag'ga kelgan to'xtab qolgan. Bu mana oshxona bo'lar ekan. Shunga hozir oshxona qismini mana shu mahallani odamlar ozgina bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam berayotgan ekan, hashar tariqasida yordam berishayotgan ekan. Azizlar, endi baribir ko'pchilik mahalla ham har yordam qila olmashi mumkin. Lekin bilaman, sizlar qo'lingiz ochiq, saxiy insonlar, Alloh suygan bandalar sizlar. Qancha insonga yordam so'radik, hammasiga qilib berdinglar. Alloh rozi bo'lsin. Iltimos qilardim, zakoti nisobdagi insonlar aloqaga chiqinglar. Hali ishlar juda ko'p. Hozir shunda mana shu uyda yashashyapti. Shu oldindan yashab kelishgan, hozir mana tom qismini biz tashlashgan. Mana shu suoli uyda yashashyapti. Shunga tezroq uyga ko'chib olish kerak. Qish mavsumi yaqinlashyapti. Binolarni hovlasiga ish qilish kerak. Plastikni olish kerak. Yana ozgina kabel, keyin narujniy kabel olish kerak. Tashqaridan tortib kelish kerak o'tga. Keyin sekin elektrikdan bo'satma olib, yangi cho'chqa qo'yib berishimiz kerak. Hozir bu oshxonani o'rni ekan, bu yoqqa pech qo'yganlar, u pech ham o'tinda yoqiladigan pech ekan. Shunga iloji bo'lsa gaz olib tursa zo'r bo'lardi. Gazdan tortib kelish kerak o'tga. Va mana bu patolog qismlarni plastik qilish kerak. Ozgina ochuvchalari bor, yomg'irdan tushgan tabloni qo'yish kerak. Tashqarini suvoq qilish kerak. Suvoqni tezroq qilishimizga sababi hozir mana bu joy ko'rdim. Mana shu oshxona bo'ladigan bo'lsa, ko'rsam tashqari ko'rinib turibdi, shundoq ko'rinib turibdi. Ichkarida suvoq qilganimda tashqaridan kirib tursa havo isitish qiyin bo'ladi. Hali bu yoqqa gaz kirmagan. Shunga iltimos qilardim bizlarni kuzatayotgan insonlar. Qo'ldan kelgancha ehson qilinglar va mana shu videomni va kechaga qo'ygan videomni tarqatishga yordam qilinglar. Mana shuni qancha inson tarqatsanglar, inshaalloh 10 ta insondan birgina inson yaxshilik ehson qilib qolishi mumkin. Sizlar sababli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimki yaxshilikka dalolat qilsa, qilgandan barobar deganlar. Mayli siz qila olmaysiz, mayli 5 ming so'm bera olmaysiz, lekin shu videoni tarqating. Shu haq to'laga yetib borsin. Mana shu oilamizni tezroq olib kiraylik. Ona va qizlari shu yerda xudo xolasa chiroyli uyda yashasin. Bular ham orzu qilishgan, chiroyli uyda yashashni. Salkam 10 yildan beri mana shu uyda yashab kelishgan. Bular haqdor-ku, mazza qilib yashashga. Qanchani to'ldirishimiz kerak gilan deganda, kuxni mebel qilib beraylik. Spanilariga chiroyli mebellardan qilib beraylik. Bular ham haqli-ku, chiroyli yashashga. Bular boylardek yashasin. Shuncha qiynalganiga yarasha mukofot bo'lsa Allohdan sizlar sababli.